birinchi kuni bo'lib жатқан жоқ. Bir 10-15 yıldan beri mana Aqltoy ukamiz Sosqonishdagi barda xizmatkorlar o'tkirib kelatadi. Mana shu Qirg'iziston kafesi bu bugungi mana shu çekilgan ukalarimiz, nimalarimiz, qizlarimiz, qarindoshlarimizni doim ele qutlab kelamiz. Mana bugungi o'zgacha ish-charamizda bizning noqatimizning akimi o'zi bosh bo'lib, ana mamlakatda mekeme ishxonalardan ishchilari kelib o'tirgani bu bolдар emas, butun ele bizning noqat elini quvontiradi. Nima deganda bu dag'i har yili bo'lavermaydi, har doim bo'lavermaydi. Bu ukalarimizga nima qilgan bo'lsak dag'i oz. Deganda bu ukalarimiz nimasi mumkinchiligi chettelgan ukalarimiz. Xudo xolasa bunday ish-charalarni, bayramlarimizni akimiz bosh bo'lib ko'rak o'tkazib berishiga biz dag'i so'ranib qolamiz. Ana dag'i ayta turgan joyim, ukalarim, xudo xolasa men dag'i o'sha Chernobil qirsig'ida 20 yoshimda borib turib o'sha yerdan men dag'i sizlarda ela guruhga chiqib kelganman. Men buni qadrini aytaman. Xudo xolasa sizlarning qadringizga mana noqatimizni yetakchisi akimiz dag'i jetib mana shu yerda o'tirgani, mana mamlakat ishxonasini yetakchilari o'tirgani bu sizlarning bu juda bir quvonchli deb bilaman. O'shundan biz mana shu uy bo'lamiz bilan birgalikda mana Gulnora kelinlar bilan birgalikda nima sovg'a qilsak shu bollar kichina quvonat degan o'y fikr bo'lib turib Gulnora shu mana qishda mana issiq mana bar original bunday haligi jo'naka emas. Xudo xolasa original ko'rpalarda olib keldik. Issiq o'ranib jotishsin ukalarim. Xudo xolasa bundan keyindagi qanday xizmat bo'la turgan bo'lsa men ukalarim uchun, qandoshlarim uchun tayyorman. Qirg'iziston kafe doim barlarga ochiq. Dag'i bir jo'li Sosfond mana Aqltoy yetakchilariga, akimizga cho'ng rostchilikni bildiraman. Xudo xolasa nima deydi? Men jini to'lqindan jotam, rahmat barlarga. Xudo xolasa doim kelavergan ishlar uchun eshigimiz ochiq. Rahmat.